Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar. Mana yana zota katulimizni montaj qilib o'rnatdik. Yoqqanimizga hali ko'p bo'lmadi, endi yo'qildi. Bu katulni Namangan shahar Go'zal mahallasiga o'rnatdik. Bu ob'yemi 220 kvadratlik katul. Bu joyda ko'rish mumkin. %20 kvadrat. Hop, bu relay hozircha ishlamaydi, sababi gazga ulangan. Hozir gazda yonyapti, chunki Go'zalda gaz bor. Favqulodda holatda garajini olib tashlab, ko'mir yoqilsa, bu relay avtomatik gradus ligirovka qiladi. Masalan, aytgan gradusimizni ligirovka qiladi. O'zi mana joyga qo'yishimiz mumkin. Bundan so'ng mana relay ko'tarilib tushadi. Shunda mana bu joyda mana eshikni ko'tarib tushiradi. Havo yaxshi kirsa, ko'mir tezroq alanga oladi va gradusni ko'taradi. Isib ketsa, havoni yopadi. Havo kamroq kirsa, ko'mir yonishi ham sekinlashadi. Hop, bu samotok deyiladi. Kimdir endi tushunadi yoki yo'q tushunmaydi. Buni oldin o'sha SSR davrida qilingan sistemadagi qilingan. Egalarida talab shunaqa bo'ldi. Chunki katolini bir bezopasniy bo'lgani bilan bilib bo'lmaydi deb xavfsizlik nuqtai nazaridan samotok qilib, sirkulyatsiya motor ishlamasa ham yana ishlayveradi. Bundan oldingi o'rnatgan ikkita katolimizda UPS qo'yib bergandik. Svet o'chib qolsa, UPS avtomatika bu sirkulyatsiya motorimizni ishga solib, katol qaynab ketmaydi-da. Issiqcha davom etaveradi. Ko'mir yongan holatda. Endi bu yerda UPS qo'yilmaydi, balki keyinchalik qo'yilar. Bu samotok bo'lgan. Tepada rashetli bachog'am qilingan. Mana dimoxotimiz 2 qavatlik izolyatsiya. Orasida minovata bor. Bu joyda mana ko'rishingiz mumkin. Ichida asosiy dimoxot 100 lik, obshipasi 200.